Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu Sog'lig'ingiz alaykum. yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Yaxshi. Tuzimisiz? Ha, Kayfiyatlar qalay? yo'q. Bugun uzi apparatimni olib keldim. Aha. Qalqonsimon bezingizni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Buqoq deymiz, a? Ha, bo'ldi. Shuni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Просто aytganim, kecha kunga mana ta'sirchan bo'lib qoldim deyapsiz-ku. Shunga ham qalqonsimon bez ta'siri bor-da. O'shaning uchun bitta ko'rib qo'yaylik. Joyingiz ko'taring. Abi ham biri uch chiqyapti. Bu degani kichkina o'sha aytganimizda yod yetishmasligi bor-da sizda. O'sha mana ta'sirchanligingizni oshirib yuboradi. Joyingiz ko'tarib turing. Nima deydi doktor? Igna terapiyani foydasini 100% bilyapsiz. Chunki birinchi kunda mana bu yerda qorayish, haligi ko'karish bor edi. Bor edi. Bir kunda yo'qoldimi shu? Ha. Demoqchi bo'lganim, organizmingizni shunaqa bir kunda bu tiklab tuzatib beradi. Faqat sizdan nima kerak bo'lyapti bizga? Harakat. Harakat. Shuni qilmayapsiz. Yo'q, harakat. Harakat. Shu bo'lmayotgani uchun ana kecha borib marg'ilonni tapishga boshlab keldik. Hali ishgan joyda ortayotdi, Ha. qisib qolyapti. Ishgan joyim kecha ancha qaytgan ekan. Yana qaytadi. Baribir maza qilmayotgandim o'zim. Yurib. 5 kunning ichida qo'lingiz qanchalik tiklandi, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? 80% tiklandi. 80%. Kamida. Yo, podyomga zo'r. Podyomga. Ko'tarish yaxshi bo'lib qoldi. Bor edi, lekin unchalik emasda. Dadil hozir. Aytganim, bundan bag'iga o'zingizni harakatingiz xolos. Aytganimda, igna bu nervlaringizni uyg'otib beradi. Endi uni uyg'ongandan keyin doimiy olib ketish bu o'zingizdan. Hali aytganingizdek, mana qo'lni qimillata olmayapti-dedingiz. Endi qimillayapti. Endi bundan bag'iga haligi balonchida mashq qilishga siz o'sha tayyorlanishingiz kerak. Aytganimdek, billa-billa zalga chiqamiz, rostni aytyapman. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ya boraman, mana unaqa yerim yugadan basman. Aytgan ishni hammasini qilaman. Xudo xolasa. Aytdim sizga, men uyda yotaman, chiqarmayman. Voy, xabarsiz u. Uni Xudoga shukr. Xasada bo'lsa ham chiqyapman endi. Shuni igna terapiyadan deb o'ylayapsizmi? Igna terapiyadan qanaqa? Igna terapiya sabab xolosda. Sababchi bo'ldi. O'zingizdan shu. Ha. Men sizga aytganimdek, biz 30% yordam beramiz xolos. Hattoki jigaringizni almashtirib bergan taqdirda, uni aytganman, yuragingizni almashtirib bergan taqdirda biz 30% yordam beramiz xolos. Qolgan 70% o'zingizdan. Boya aytganimdek, juda ko'p narsani sport hal qilib tashlayapti. Masalan, ba'zilar kelyapti, o'sha bugungi ko'ruvimizda yosh bolalar.